Hürmetlik vatandaş. Endilikli gep kılımız vatandaş. Muhakeme kılımız, mutaliye kılımız, siz bilen birge fikir kılımız vatandaş. Bu yerde biz iki meseleni görüp öttük. Rusya Federasyonu ile Amerika Qo'shma Shtatlar chegara qismlarining birlashma manevri yetkazganlik. Undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishloqoti Mike Pompeo Sharqiy Yevropa ziyoratida Chexiya parlamentida Uyg'ur masalasini yana bir qatam eg'izga oldi. Demek hozirgi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo har qayerda bo'lsa, qayerda nutq va fikr bayon qilsa, Uyg'ur masalasini hargiz tashlab qo'ymadi. Bir jumlada Hong Kong masalasi, bir jumlada Uyg'ur masalasi, xilma-xil ifodalanish shakllari bo'yicha xilma-xil nutqning jarayonidagi talab va ehtiyojga yarasha Devlet İşler Katibi Uygur meselesini taşlap koymadı. Endi keleyli bir yerde kızık bir hikaye nereden çıktı? Alyaska Ştat Amerika Qo'shma Shtatlarının otom şığı gerin boğazı dep atıldı. Rusya'nın Kamchatka'mı qaysi bir aralının bu tarafga yoki Alyaska tarafga qarab turgan tum shig'imin nima deyiladi onun mening xabarim yo'qkan, ammo ikki davlat tabaligining dengizdagi o'tir yo'nalishining rayonining ismi Gerin bo'g'izi deb ataladi. Şu arlıqda bugun qarang, Amerikaning dengiz qo'g'dug'ichi yoki dengiz chegarasini chorlag'uchi qismlari, soqchi qismlari bilan Rusya Federasyonunun şununla o'xshash Iroq sharqi yoki Kamchatka oroli atrofidagi yoki Gerin bo'g'izi atrofidagi chegara qismlari o'zaro birlikda chorlash elib beribdi. Men qo'llayman, Alloh xudo oldida men niyat qilaman, ham shunday talab qilaman Xudodan. Rossiya, Amerika dalmi shunday bir paytda Federatsiya Rossiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari birlashib Xitoyga taqobil turadigan mushundaq fikr, mushundaq bir tatbiqlash va mushundaq bir harakatni Xudo Alloh ro'yobga chiqaradigan bo'lsang, olam nima bo'lib ketar edi? Xudo olam nima bo'lib ketar edi? Ben bu yıl 4. ayının 25. günü sizlarga nima deb so'zladim vatandaşlar? İlbak deryası buyuda kövrükte uçuruşuş. Şu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi nayti katta gap qildi. Biz endi ikki davlat birlashib, ikki davlat bir-birimizni tushunib, ikki davlat bir-birimizga yo'l qo'yib, hozirgi jahondagi zo'ravonlik va tahdid, hatto terrorizmlik zo'ravonlik va tahdidga taqobil turimiz dedi. Hozir terrorizm degan so'zning ma'nosi kengayib ketdi vatandoshlar. O burunqi tar ma'nida masalan Afg'onistonga qopsilib qilish, Iroq jamhuriyatiga tortilib qilish doirasidan olqib chiqib, hozir bu kengayib ketdi. Kim nima deydi, men buni qo'yib turay. Bugun Xitoy Kompartiyasi bu terrorist partiyadir. Bugun Xitoy Kompartiyasi bu qurolli tashkilotdir. Bugun Xitoy Kompartiyasi qonunsuz tashkilotdir. Uning Uyg'uristonda 1 million hozir deyildi-ku, 1 million Uyg'urni nazarband qilishi ayni vaqtki Hitlerning joyishlarni nazarband qilishidan eg'ir bo'lsa eg'irki hargiz yenik emas. Dahshatlik bo'lsa shuncha dahshatlikka hargiz yenik emas. Vatandaşım. Yakında Hindistan gezitleri gördüğünü torbattirdi. Hitler'nin suretini bir tarafga çıkardı. Reis Xi Jinping'nin suretini bir tarafga çıkardı. Seliştirdi. Hindistan gezitleri seliştirdi. Hitler aynı çağda joyishlarni qirg'in qildi. Bugun Reis Xi Jinping boshchiligidagi Junanxay Uyg'uristonda mustamlika Uyg'uristonda Uyg'urlarni qirg'in qilyapti. Shakli o'zgargan qirg'in qilyapti. O'zgargan holda qirg'in qilyapti. Dahshatli qirg'in qilish bu vatandoshim. Chiqib aytib o'tish va salom tugidi bu ish.
etiladigan odamni xotirjamlikka erishidi. Mangu xotirjamlikka erishidi. Lekin uni chiqibli etib etmay, etib etishdanmi dahshatlik, o'limdanmi dahshatlik, o'ltirishdanmi dahshatlik, qiyin qisqa xo'rlash, azoblash bilan o'ltirish bu Junanxayning navbatdagi siyosatidir. Uyg'urni shunda o'ltirish Junanxayning navbatdagi siyosatidir. Bugun Chexiyada parlamentda nutq so'zlagan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi nima dedi? 21-asrning deg'i yoki jinoyatidir. Zamonimizning deg'i yoki jinoyatidir. 1 million Uyg'urni nazarband qilish Jungo Kompartiyasi. Bugungi ahvol, vaziyat taraqqiy qilib nega keldi? Manga sanga emas vatandosh. Jungo Kompartiyasining o'ziga ma'lum. Bundaq ahvolda sen taqa bo'shayman degan ish tadbirni boshlig'ining yo'q. Jazo lageri va yig'ilish lagerini bekor qilaman degan ish taqa boshlig'ining yo'q. O'ylig'ining yo'q. Bu qattiq qo'lliq bilan faqat Uyg'urni azoblash, Uyg'urni tugutish, Uyg'urni qirg'in qilishdan iborat boshqa hech qanday tavakkalchilik yo'q. Ey Jungo Kompartiyasi. Şuna ben bugün bir yer nimeden hoş oldum azı peytte girin boğuzu. İki devlet armiyasının birbirine iki devlet askeri kısımlarının Rusya Federasyası Amerika Qo'shma Shtatlari askeri kısımlarının birleşme çağrılaşı elip barğanlığı. Ben sizge İlba deryasını gösterdim 4. ayının 25. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Rusya Federasyası şundak nayti kıska çıkacağım bayanat ilan kılıp debdebeli hatırlıdır. Ben Xudodan tilayman ki növbetde Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump hükümeti bilan növbetki Rusya Federasyasının Prezidenti Vladimir Putinning mushundaq vaziyat ostida Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo dedi ki, vaziyat Rossiyaning paydo qilgan shu vaqtdagi ovorachilik va tahdididan bugun Jungo Kompartiyasining paydo qilgan ovorachilik tahdidi hassilab ig'irlab ko'rsatdi. Mushundaq vaziyat ostida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi bilan Rossiya Federasyasining prezidenti Vladimir Putinning o'zaro tushunishi hosil qilib, ikki devletlerin hazırki dünyanın vaziyetini küzetkini halda mushundaq ahvolda birleşip hareket qilishini, diplomatiya sohasida birleşip hareket qilishini men shunchalik xohlayman, hurmatli vatandosh. Esinglarda Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan keyin 1 ayning 20 kunlari, nechinchi kunlari atrofida men sizlarga so'zladim. Washington Postasi gazetining Beijingda turishli sobiq muxbiri John Pomfret nima dedi? Esinglarda bo'lsa yana bir qatim aytib qo'yay vatandosh, ayni chog'da Prezident Nixon Jungo Xitoy Kompartiyasi bilan birlashib Rossiyaga qanday taqobil turgan bo'lsa, bugun Prezident Trump hukumati Rossiya Federatsiyasi bilan birlashib Jungo Kompartiyasiga shunda taqobil tursa bo'lmamdiki-da. Esinglarda bor John Pomfretning so'zi, esinglarda bor Turan efendi, meni unutib qolmang Turan efendi, bu so'zlarning hammasi esingizda bor vatandoshim. Shunga mening xiyolim, men bir subyektiv odam yoki subyektiv hissiyotga ega odam, mushundaq vaqtda men Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bilan Rossiya Federatsiyasi hukumatining ittifoqlashib, birlashib, tushuncha hosil qilib, hozirgi zamonimizdagi eng vahshiy kuch, eng dahshatli tahdid paydo qilguvchi kuch Jungo Kompartiyasiga taqobil turishni orzu qilaman, umid qilaman. Men shunday so'zladim, shunday so'zlayman, hurmatli vatandoshim. Siz hozir ko'rdingiz, nima ko'rdingiz? 4 ayning 25 kuni İlba deryasida uchrashuv. Bugün 8 ayının 12 günü Geren boğazıda turishli ikki davlat soqchi qismlarining birleşme çağrılaş ve birleşme manevri elip bağallığı ikkisining kayni-kaynidan kelayotganligi men hozir dedim ki, bunun asli amaliy ahamiyatidan, masalan, harbiy parxodlarning yaqin kelib, yiroq turib degandek yoki ovchilarni ovlaydigan ovchilarni tutish ve yoki boshqa g'ayriy hodisalar yuz bersa, masalan dengiz yuzida hodisiga uchragan kishilarni qutuldirish manevri degandek, mushundaq amaliy manevr jarayonida buning simvollik ahamiyati intayin kuchli. Bu qatamqi chorlash manevr elib berishning simvollik ahamiyati intayin kuchli.
Men şunu muş asaslı üzem ködem vatandaşlar sözlewatkanımda men arzu kılaman. Rusya Federatsiyasi bilen Amerika Qo'shma Shtatlarining mushundaq vaziyat ostida ittifoqlashib, tushunish hosil qilib, hozirgi zamonimizning tahdidiga 21-asrda tahdid paydo qilayotgan Jungo Kompartiyasiga taqobil turish bu bugungi insoniyatning taqozo ilkida Amerika Qo'shma Shtatlari va uning prezidenti Prezident Trump hukumatidan kutayotgan ümididir.